Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun Qashqadaryo Qarshi shahrida MMA bo'yicha yoshlar o'rtasida o'tkazilgan O'zbekiston chempionati o'z nihoyasiga yetdi. Mana shu chempionatdan olgan taassurotlar juda ham zo'r. Bitta narsani sizlarga aytib o'tib ketishni joiz deb bildim. Mana shu Qashqadaryoni bir chekka tumani, G'uzor tumanida bir do'stimiz Akmal Amirov o'zini yaqindagina sport zalini ochgan. O'zi adashmasam 2-3 oy bo'lgan, lekin 2-3 oy bo'lishiga qaramasdan mana shu Amirov noldan qizlarni, yigitlarni tayyorlab mana shu sportga jalb qilib, bularni sog'lom hayotga jalb qilib, shunchalik qo'lidan kelgancha ko'tarib, qo'lidan kelgancha yordam beryapti. Bular yana bugungi O'zbekiston chempionatida mayli umuman o'rin olib ketmasa ham bularga katta yutuq edi. Asosiysi qatnashish. Lekin bular 2 oy shug'ullanib, noldan 2 oy shug'ullanib, bitta oltin medal, bitta bronza medalni qo'lga kiritishda gap bo'lishi mumkin emas. Mana bu yerda turgan Akmaljonning shogirdlaridan bu qizimiz bugun bronza medalni qo'lga kiritdi, 3-o'rinni qo'lga kiritdilar. Bu yigitimiz xudo xolasa kelajagi porloq sportchilarimizdan bittasi. Endi bo'lsa Amirov Fight Club Team rahbari Akmaljon, o'zimni qadrdon do'stim bo'ladi bu yigit. Qadrdon do'stim Akmaljon mana shu nimaga Qashqadaryoga kelgan kunimdan boshlamasdan 3 kun bo'ldimi, 4 kun bo'ldimi, yonimdan bir zum jilmasdan shu yigit, bir zum jilmasdan har bir minutaga, sekundiga telefon qilib, qorningiz ochmadimi, yaxshimisiz, nima kerak, nima yegingiz kelyapti, faqat mana shu gaplar bilan ko'nglimni ko'tarib, shunchalik qarashib, nima deydi, bunday olgani qo'pol qilib aytganda qo'limni sovuq suvga urdirmasdan shunday qarashib o'tirgan yigitda Akmal Amirov mana shu yoshlarni tarbiyalayotgan bola. Akmal gap bo'lishi mumkin emas, mana shu yoshlar bor, Akmal. Nimaga sportga jalb qilyapsiz? Masalan, shogirdlaringiz xudo xolasa keyingi chempionatlarda xudo xolasa men xohlaymanki, bundan ham yuqori o'rinlarda olishini, sizning martabangiz ulug' bo'lishini, shogirdlaringizni ota-onasini oldida yuzingiz yorug' bo'lishini xohlayman xudo xolasa. Akmal Amirov Team Fight klubiga omadlar tilab qolamiz. Akmal Amirov, G'uzor MMA. Let's go.